Mana bu fasadni trendga kirib ketganini sababingizlar, shunaqa udarlar bo'lib, fasadingizga mabodo zarar yetadigan bo'lsa, buni birpasda shu singan joyini qaytarib almashtirib qo'ysa bo'ladi. Va e'tibor beringlar, bu yer shiraka blok. Xullas, g'isht urasiz, reket o'qib bu fasadni tayyor holatga keltirib qo'ysangiz bo'ladi va qishda ham, yozda ham, yomg'ir yog'sa ham, do'l yog'sa ham fasadingizni bitkizib qo'ysangiz bo'ladi. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, singani ham bilingani yo'q, ya'ni birpasda buni to'g'rilab qo'yishdi. Xullas, bu fasadli plita bo'ladi. Biz Gold Clinker korxonasiga yetib kelganmiz. Bu yerdan sizlar 50 dan ortiq mana shunaqangi turdagi fasadli plitalarni ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Gold Clinkerga yetib kelganmiz. Gold Clinkerda shunaqa qoliplardan 50 xildan ortiq turdagilari bor. Ya'ni mana shu yerdan xohlaganingizni, fasoningizni tanlaysiz, shuni qolipini olib ketib, o'zingizning shahringizda, o'zingizning davlatingizda bemalol ishlab chiqarish yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Buni minimalni sizlar $5000 bilan boshlab yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Telefon raqamlari pastda bo'ladi, aloqaga chiqishlar mumkin. O'rgatib qo'yish mutlaqo bepul ekan. Ya'ni qolip olsangiz, yotoq joyi ham o'rgatib qo'yish ham mutlaqo bepul bo'lar ekan.